Hammaga assalomu alaykum aziz birodarlar, mushokka bo'lgan aka-ukalar. Bugun hafta kuni 5-aprel 2026-yil. Buxorodan Navoiy Moskvaga avtobus tushdi. Ichki salonlarga kirishingiz mumkin. Buxoro, Moskva, Samarqand, Moskva, Toshkent, Moskva. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qayerga ketyapsiz aka? Moskva, Rossiyada. Ha. Avtobus qanday ekan? Avtobus Zakon. Tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilamiz. Yaxshi bo'ling aka. Rahmat. Tog'jon qanaysiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerga ketyapsiz? Rossiya. Moskva. Avtobus qanday? Avtobusning gapi yo'q. Nechinchi marta bo'lyapsan shu avtobusda? U ikkinchi marta ketyapman. Aha. Rossiyadan keldim, shu avtobusdan. Endi shu avtobus meni yetib qo'yadi endi. Aha. Gap yo'q bunga. Oq yo'l. O'qiy. Ash peshkadan o'tirib tog'dan bitta intervyu olamiz. Tog'jon qanaysiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Avtobus qanday? Yaxshimi? Qolganlarga ham tavsiya qilasizmi? Nechinchi marta bo'lyapsiz aka shu avtobusda? 5 marta bo'ldi, yaxshi. Yaxshi, ha? Kelaversinmi? Kesim. Buxorodan Promoy Moskvaga. Yuragini ochib kesin. Bo'ldi, tamam. Oq yo'l aka, yaxshi bo'linglar. Doya bir nima deyin qanday? Shapto'da kelinglar, Xudoga shukr, yo'limiz yaxshi, hammasini zaxiraga olib boradi. Kamol ishlarga omad. Rahmat. Necha yildan beri bo'lib kelasiz shu avtobusda? Yildan men borib kelaman. Zo'rmamasi? Yaxshi bo'ling oq yo'l. Kimdan? Bir nima deng? Ha shu men 3 marta 4 marta shu avtobusdan keldim. Xudoga shukr. Şey Kaftarxondan ketdim. Şeydan ketdim.